aksiya bo'lsa aksiya. Bugun aksiyaga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasini qo'yib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, срочно aloqa chiqib beraverasiz. Mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Pultlari ko'rib turibsiz, disklarni e'tibor etasiz, toza disklar, avtomat korobka. Zo'r mashin, ideal holatda. Agar qo'llaringizda 13 million so'm pul bo'lsa, kredit chiqib ketadi, oylik to'lamlari g'iddetti 3 bilan 4 arasında chiqadi. 3 milyon bilan 4 milyonun arasında aniq summasını banka borib tekshirib ko'raverasiz. Kimga shu narxlar oralig'ida mashin kerak bo'lib bo'lgansa, aloqasi sozlab bo'ladi. Mashinamizda 2 detalda kraski bor, kaput krelda. Ko'rib tekshirib olaverasiz, uni ham aytib o'tamiz. Endi narxini aytadigan bo'lsam 128 million so'm pul. 13 million so'mning ichida nima kiradi? Aytib o'tsam, afarmilena gayib payı hammasi içinde 13 milyon so'm pul. Ko'rib turganlar 4 yil avtosodada bugun Cobalt aksiyada. Oylik to'lamim ko'p kelmaydi, lekin tayyor mashinamiz. Probegam kam 80 ming yurib turibdi. Salonning ichi ko'rinishi ideal holatda turibdi. Metallari bor, 4-pokoleniya ustanobga ketilgan. Cobaltchi do'stlar, Cobalt bilan gap turibdi-da, burganlara videoni yuborib qo'yinglar. No'g'adanda hozir bosadigan vaqti aniq aytib o'taman sizlarga. Obunachilarim men yomon narsani tavsiya bermayman. Aniq aytib o'tacağım sebebini aytganda ko'p şu videoni ko'rsangizlar, kommentariya yozinglar. Mashallah ko'p vaqtdan beri arzon narxda turibdi. Hozir ozgina ustuna minishlar sezilib turibdi. Shuning uchun kommentariya yozinglar, sizlar ham sezinglar. Ujur bizda sezilib boshladi, mashallah asta minib boshlayotir. No'g'ada endi yanvar oyini boshida, fevral oyini boshida shu mashinalarni o'zi bilan o'zim chiqib turibdi kreditda. Hozir endi bitta ustuna miniatyr, shuning uchun like bosib berasizdan, срочно mashina izlab yurganlari uni o'ylana bir shart emas. Hozir bosadigan vaqtda yana ham ko'tarishi ehtimol bor. Bilasizlar, iyul, avgust oylarida rasmiy sezilarli darajada ko'tariladi. Shuning uchun hozirning o'zida bosib qo'yinglar, 13 million so'm pul. Like'ni bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar.